Malikada iPhone 17 narxi qancha? Toshkentdagi Malika elektronika bozorida iPhone 17 bazaviy modellari savdosi boshlandi, deb Kursiv.media xabar berdi. Prodavetslar aytishicha, bu model narxi iPhone 17 Air seriyasiga yaqin. Malikada iPhone 17 256 GB 15,2 million so'mdan, ya'ni 1250 dollardan. 512 GB'li versiyasi esa 18,9 million so'mdan, ya'ni 1550 dollardan sotilmoqda. 1 terabayt versiyasi bazaviy model uchun mavjud emas. OLX kabi platformalarda xususiy yetkazib beruvchilar tomonidan arzonroq takliflar bor. Ularning aytishicha, toshkentliklar uchun iPhone 17 256 GB 13,4 million so'mdan, ya'ni 1100 dollardan, 512 GB 17,1 million so'mdan, ya'ni 1400 dollardan bo'yicha buyurtma qilish mumkin. B-Market saytida 256 GB'li iPhone 17 19,9 million so'mdan, ya'ni 1645 dollardan tursa, uzun marketda 17,3 million so'mdan, ya'ni 1425 dollardan sotilmoqda. 512 GB'li versiyasi esa 19,6 million so'mdan, ya'ni 1615 dollardan taklif qilinmoqda.